Majburiy ijro byurosidan xat kelibdi. Endilikda men yashab turgan uy auksionga chiqarilar ekan va sotilar ekan. Lekin ushbu xatda ko'rinishicha, mening uyim 400 millionga baholangan. Biroq bugungi kunda uyimning narxi 1,5 milliard so'mni oshiqni tashkil etadi. Nahotki sud bunga baho bermagan bo'lsa? Albatta, sud tomonidan ushbu vaziyatga baho berilishi kerak. Chunki sud hujjatlar va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 54-moddasi 4-qismiga 2025-yil 22-aprel kuni o'zgartirish kiritilib, endilikda sizni mulkingiz garovga qo'yilgan bo'lsa, sud tomonidan hal qiluvchi qaror chiqarilayotgan vaqtida ushbu garovga qo'yilgan mulkingiz sud tomonidan majburiy baholanishi kerak. Sizning holatingizda esa sud tomonidan uy baholanmagan. Ya'ni siz ushbu holatda sud hal qiluvchi qaroriga nisbatan e'tiroz bildirishingiz, ya'ni shikoyat bilan murojaat qilishingiz va MIBning auksionga chiqarish haqidagi qarori ustidan esa muddatni o'tkazib yubormasdan yuqori turuvchi organga albatta shikoyat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizga kredit, majburiy ijro byurosi va auksion bilan bog'liq masalalarda yuridik yordam kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning va sahifalarimizdan uzoqlashmang.